Say, aytgin, u yaratuvchidir, yagona va betakror. one U hech kimga muhtoj bo'lmagan zotdir. U tug'magan va tug'ilmagan. and O'zi yaratgan mavjudotlarining hech biri, birortasi unga o'xshamaydi. Xulosamiz quyidagilarni o'z ichiga oladi. Uning yakka-yu yagona ekanligi shunchaki birinchi raqamli degan ma'noni anglatmaydi. U yagonadir. U o'z yaratganlari uchun mutlaqo yakka va yagona Xudodir. Bo'linmagan. Uning hech qanday oilasi yo'q, qo'shimcha kengashi ham yo'q, hech qanday maslahatchi, hech bir advokat, hech qanaqa hisobchi va hech qanday jamoasi yo'qdir. Ota-onasi ham, qizi ham, o'g'li ham, qarindosh bo'lgan xudolar ham. Faqat Alloh yakka va yagona. Allohning o'zi ham shuni ta'kidlaydi. Iso alayhissalomning doimiy da'vatlarida ham shuni takrorlagan. Tingla ey bani Isroil, Alloh bizning Robbimizdir. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Undan boshqasiga ibodat qilma. Xoh osmonda, xoh yerda bo'lsin, na qabrda, na rasmda va yoki dengizning tubida bo'lsa ham. Bu haqida bizga Alloh Qur'oni Karimda ham bayon qilgan.